Birodarlar, farzandlarning tarbiyasiga avvalam aytganman, vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz bo'lsa, toqatimiz yo'q. Vaqtimiz ham, toqatimiz ham bo'lsa, farzandlarga beradigan ma'lumotimiz yo'q. Agar ma'lumotimiz ham bo'lsa, tugab qoladi 2 kunda. Ammo bolalarimizning buzilishiga xizmat qilayotgan programmalarda qo'yib o'tkazib qo'yapmiz. Sutkalab o'tirib kerak bo'lsa. Hamma asrlarda yashab o'tgan ulamolarimiz islom shariati 5 ta narsani muhofaza qilishni o'z ichiga oladi deyshgan. 5 ta narsa bor, mana shu narsani shariati islomiy muhofaza qiladi. Dinni saqlash, aqlni saqlash, nasl nasabni saqlash, nafsni saqlash hamda molni saqlash. Shariat mana shu 5 ta narsani muhofaza qilishlikka siz bilan bizni chaqiradi. Shariatga amal qilsak, mana shu 5 ta narsani biz saqlaymiz. Qur'onda kelgan oyatlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari mana shu narsaga birodarlar hammamizni buyuradi, targ'ib qiladi.